Leksimizden ikincisi anlayışla hürmetli vatandaşım, Prezident Obama terörizm karşı duruşqa Türkiye bilen hemkarlıkni kuchaytiradigan boldi. Mavzulu haber 11 ayının 15 günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Turkiyaning O'rta dengizdagi sayohatchilik makoni Anatoliyada 20 davlat boshlig'lari yig'iniga qatnashdi. Juma kuni Fransiya Parijda yuz bergan terroristlarning hujumi bu qatamqi yig'inda muhim tema bo'ldi. Prezident Obama mundaq ko'rsatdi. Yakshanba kuni Turkiya Cumhuriyetining prezidenti Erdo'g'an bilan unumli suhbat o'tkazdik. Prezident Obama yana mundaq ko'rsatdi. Suhbatimizda Turkiya bilan Suriya chegarasida Kurdiston ishchilar partiyasi doimiy faoliyat qiladigan chegarani kontrol qilishni kuchaytirishni, ittifoqdosh davlatlar bilan qadamma-qadam o'rtaq tirishchanlik ko'rishni, Suriyada o'tkinchi davrga tinch yo'l bilan o'tishni, ishga oshirishni, barliq kishilarga og'ir qiyinchilik keltirgan Kurdiston partiyasini yo'qotishni muhokama qildik deb ko'rsatdi. Prezident Obama xabarda Turkiya Amerikaning terrorizm qarshi turishida muhim hamkorlash davlat deb ko'rsatildi. Demak, Prezident Obama bu qatam Turkiya bilan hamkorlash asosida O'rta Sharqdagi terroristlarga yoki islom davlati terroristlarga o'rtaq taqobil turishni, Turkiya bilan birlashishni o'rtaga qo'ydi. Biz bu yerda qiziqadigan bir masala, shunday masalalarda, masalan, O'rta Sharq vaziyati masalasida, O'rta Sharqda qirg'inchilikni va bartaraf qilish masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Turkiya Jamhuriyatining hamkorlashganligini ko'rishni xohlaymiz va hamkorlashganligini qarshi olamiz, ham qo'llaymiz.